Nima? Salom qani? Salom nima qilasiz? Go'sht qani? Kartoshka qani? Baraka topkur, uy to'la mehmon bo'lsa, meni sharmanda qilib bo'ldingiz-ku. Yana ish berasizmi? Hop, bundan ortiq qanaqa kutib olish kerak bo'lmasam? Mana ishdan charchab keldi. To'g'rimi? Kun bo'yi ishlab asablari buzilib charchab keldi. Ha bunday bir ikki og'iz shirin so'zini oyog'iga shunday oyog'ini tagiga poyandoq qilib olmaydimi xotin degan? Ha? Mana masalan deylik, xotin mana shunday bir chiroyli muomalada kutib olish mumkin-ku. Endi odam ham bunchalik vahshiylikcha urmaydi-da. Unday urdi desa bunday deysizlar. Bunday urdi desa unaqa urmadi deysizlar. Na olovga, na suvga, na issiqqa, na sovuqqa chidamaysizlar, ey xotin. Biz shunaqamiz-da, nima qilaylik endi? Uramizda shundan keyin.